Xitoy Kommunist partiyasining davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik harakatiga duch kelgan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarga vakillik qiladigan 61 tashkilotdan tashkillangan birlashma guruh seshanba kuni bir xat yozib, Amerika parlamentining o'z yurti Sharq Turkistonni Xitoy mustamlikasi ostidagi ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni talab qildi. Egilinishcha, maktubda yana boshqa ahamiyatli harakatlarni qo'llanib, Xitoyning davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligida ziyonkashlik uchirganlarga yordam berish, xalqaro jinoiy ishlar sudiga arzi sunish, Tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkiston uchun alohida amaldor tayinlash va kommunist Xitoyning Sharq Turkistonni Xinjiang deb atashini rad qilish qatorliqlar o'tirg'i qo'yilgan. 19 fevral Turkiyaning Konya shahri Shahid Muhsin Kirmitchi Anadolu O'rta maktabi tarafidan uyushtirilgan Xalqaro ona til kuni xotirlash faoliyatida Sharq Turkiston unutilmadi. Sahnaga yana Sharq Turkistonning ko'k yulduzli Hilal oy bayrog'i esildi. Bu bayroqdan maska taqib olgan 7 o'quvchi Sharq Turkiston milliy marshini o'qib, Uyg'urlarga istashligini bildirdi va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulm siyosatini tanqid qildi. Maktab mas'ullari ko'rgazmaning yaxshi tayyorlik qilinganligini va bu nomerning faoliyatga qatnashgan taxminan 400 o'quvchining oldida o'rinlanganligini aytdi. Yevropa İttifaqı Rossiyaga yangi bir qator jazo yurishini qaror qildi. Bu jazo tunji qitim Kreml sarayining cheklangan buyumlarni qo'lga tushirishga yordam bergan deb gumon qilingan Xitoy cho'ng quruqliqidagi shirkatlarni nishonladi. Jazoning muhim nuqtasi Rossiyaning Yevropa İttifaqida ishlab chiqarilgan ilg'or texnika va harbiy mahsulotlar, bo'libmi uchquchisiz aeroplan zapchaslari bilan ta'minlash bilan ayblangan dunyoviy shirkatlar. Bu tizimlikda Turkiya va Shimoliy Koreyalik shirkatlarmi bor. Qora tizimlikka ko'pinchisi Rossiyadan kelgan 200 dek shaxs va tashkilot qo'shilgan bo'lib, bu tizimlikda hozir 2000 dan ortiq ism bor ekan. Turkiyaning muavin prezidenti Cevdet Yılmaz, biz texmo ko'p Xitoy sayohatchilarini Turkiyada ko'rishni xohlaymiz. Biz Xitoydan Turkiyaga texmo ko'p bevosita mablag' selishni ko'rishni xohlaymiz. Turkiya Cumhuriyeti bo'lish sifatimiz bilan Xitoy Xalq Cumhuriyeti bilan texmo ko'p hamkorlashishimiz kerak dedi. Egilinishcha, Yılmaz Turkiya va Xitoy shirkatlari o'rtasida imzolangan Giga energiya saqlash aslahalari kelishimiga imzo qo'yish murosimiga qatnashganda yuqorqi so'zlarni aytgan. Bu ikki davlat orasidagi tashqi savdo miqdorining 50 milliard dollardan oshadiganligini tilga olib, Turkiyadan Xitoyga har soatdan eksportni oshirish kerak. Bu jihatda ikki davlatning hamkorligini yaxshilash kerak deb ta'kidlagan. Yaponiya hukumati Isroilga ishg'ol qilgan G'azza rayoniga 32 million dollar insonparvarlik yordami evatishni planlaganligini e'lon qildi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Kamikawa Yuko Braziliyaning Rio de Janeiroda o'tkazilgan 20 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'inida so'z qildi. Kamikawa G'azza rayonidagi insonparvarlik vaziyatiga qattiq ko'ngil bildirganligini ta'kidladi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Iran Rossiyani 2024-yili 1-oydan boshlab taxminan 400 kilometr uchish masofasi bo'lgan 400 dan ortiq ballistik boshqariladigan bomba bilan ta'minlagan. Organning xabariga qaraganda, Iran amaldorlari boshqariladigan bombalarni Rossiyaga o'tkazib bergan. Bu Iran va Rossiya harbiy va bexatarlik amaldorlari o'rtasida hosil qilingan kelishimning bir qismi ekan.